Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Bugun 8-iyun 2026-yil. Damoz olish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz uchun Bog'ot avtomarket arzon bozorimizda 2 dona Damozimiz sotuvda qoldi. Shularni sizlarga bir qator yo'stib o'taman. Hurmatli obunachilarimiz, bizning manzil Bog'ot Center, Xazaris Urgancholi Bog'otni Gaysining yonida joylashgan. Bu tarafdan esa Bilur to'xonaning to'g'risi. Şöyle gelip maçlarımızı zor narxda xarid etsangiz bo'ladi. Agar o'zlaringizdan uyushlarga o'xshagan sotiladigan maçlar bo'ladigan bo'lsa, ikkalinglar zo'r narxlarda sotib olamiz, ya bo'lmasa 2-3 kunda sotib beramiz. Xo'p, bu mashinamiz birinchisi 2023-yil 70 ming probeg turibdi. Kraska esa Radnoy metan gaz ballonlari qo'yilgan. Zadniy mostamda hech qanday ovozlar yo'q. Salon holatlarına geladigan bo'lsak, salon holatlari ham zo'r, akkuratniy turibdi. Polik bo'yinlar döşəgan, patolkari ko'rjodan tutilgan, kamayları qo'yilgan, yurgani 74.089 kilometr yuribdi. Xo'p, xolasazda generalni ham beramiz. Bahası 66 milyon so'm. Dostlar 66 milyon so'm. 12-13 milyon bilan sayıda chiqadi elektrovi 1 milyon 700 mingdan 5 yilga doğru keladi. Xo'p, navbatdagi Damozimiz 2024-yil 8000 probeg yurgan. Metan gazlari bor, 4 tane boş balonlari taqilgan balonni paket. Plus mashinamiz shumka amatilgan. Shishkaning balandlari и salon qismlari полностью ko'rjodan tutilib. Saloni akkuratniy, hali 8000 yurgan narsa. Прямой egadan kelgan. Kraskasi bayında tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Bahası 72 milyon so'm. 12 milyon bilan avtokreditda chiqadi. Elektrolov 1 milyon 900 mingdan 5 yilga doğru keladi. 12dan tashqari notariusga xarajatlari отдельный. Hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar, Bog'ot avtomarketdagi 2 dona Damozimizni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tdim. Qaysidir biri sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomer, manzil Bog'ot Center Gayning ham boshi bog'lanib kelsangiz bo'ladi. Sog' salomat olasizlar. Hammangizni Bog'ot avtomarketda kutib qolamiz.